Termiz hayvonot bog'i bugungi kunda viloyatimiz aholisining sevimli maskanlaridan biri. Bu yerga kelgan inson faqat hayvonlarni tomosha qilmaydi, balki tabiat bilan yuzma-yuz uchrashadi, uning rang-barangligini chuqurroq his qiladi. Odatda hayvonot bog'iga dam olish yoki bolalarni sayr qildirish uchun kelamiz. Ammo ko'pchilik bilmaydigan yana bir haqiqat bor. Termiz hayvonot bog'i nafaqat Surxondaryoning, balki butun O'zbekistonning eng tarixiy va janubiy hayvonot bog'laridan biri hisoblanadi. Qariyb 90 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan bu maskan hozirgi kunda juda ham ko'p noyob hayvonlarning xavfsizlik makoniga aylangan. Keling, endi mana shu qiziqarli makonni birgalikda sayohat qilamiz. Hayvonot bog'i ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda 111 turga mansub 616 bosh hayvon parvarish qilinmoqda. Ular orasida Afrika sherlari, Bengal yo'lbarslari, ayiqlar, maymunlar, Afrika tuyaqushlari, timsohlar, turli qushlar hamda sudralib yuruvchilar kabi jonivorlar bor. Termiz hayvonot bog'idagi eng noyob jonivorlardan biri Buxoro bug'usidir. O'zining noyobligi va kamyobligi bilan ajralib turadigan mazkur bug'ular O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi hamda Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqining qizil ro'yxatdagi yo'qolib ketish xavfi ostidagi mahalliy tarqalgan kenja turi sifatida kiritilgan. Ayni paytda mazkur tur vakillarini muhofaza qilish, asrab-avaylash va ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Quvonarlisi, iyun oyida hayvonot bog'idagi bug'ular soni yana bittaga ko'paydi. Yangi tug'ilgan bug'u bolasi hozirda veterinarlar nazoratida parvarish qilinmoqda. Buxoro bug'usi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan bug'ular oilasining eng yirik, eng noyob turi hisoblanadi. Amudaryo qirg'oqlarida, qamishzorlarida uchraydi, yovvoyi holda. Termiz hayvonot bog'imizda hozirgi kunda 4 bosh Buxoro bug'usi bor. Yaqinda 1 oy oldin Buxoro bug'usi bizda ko'paydi bir boshga yana. Asosan erkaklari shoxdor, ayollari shoxsiz bo'ladi. Ularning homiladorlik davri 8 oy bo'lib, bittadan ikkitadan bolalaydi. Ularning oziqlanish turi shox-shabbalar, o't-o'lanlar, donli mahsulotlar bilan oziqlanadi. Yaqinda bolalagan Buxoro bug'usiga veterinar vrachlarimiz tomonidan alohida e'tibor berilib, parvarish qilinib, bu yerning iqlimiga asta-sekin moslashtirilmoqda. Hozirda uning ahvoli yaxshi. Buxoro bug'usi yana bir xislatlaridan biri, ular yovvoyi holda 10-15 yil, hayvonot bog'larida esa 15-20 yil yashaydi. Termiz hayvonot bog'imizda bug'uning o'zi ikkita turi mavjud. Buxoro bug'usi hamda Xoldor bug'i. Demak, bu noyob Buxoro bug'usi xon guli ham deb atalar ekan. Ular o'tgan oyi ko'payishgan va bolasi yopiq hududda 1 oy davomida veterinar nazoratida bo'lgan. Hozirgi kunda esa yaxshi holatda ochiq havoga chiqib bemalol o'zini tomoshabinlarga namoyon qilmoqda. Mutaxassislar bu holatni noyob turning sonini tiklash yo'lidagi muhim yutuqlardan biri sifatida baholamoqda. Hayvonot bog'ida nafaqat Buxoro bug'usi, balki boshqa hayvonlarning ham to'g'ri oziqlanishini ta'minlash va eng muhimi tabiiy yashash muhitiga yaqin sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Bunday harakatlar esa biologik xilma-xillikni asrashda muhim ahamiyat kasb etadi. Termiz hayvonot bog'ida hozir biz Afrika tuyaqushi oldida turibmiz. Asosan biz Termiz hayvonotida 2 turdan iborat. Avstraliya emusi, Afrika tuyaqushi bor. Bu tuyaqushlar issiq o'lkadan keltirilgani uchun bizga iqlimimizga tez moslashib ketadi. Ular asosan cho'milishni yaxshi ko'radi havuzlarda. Yaxshi suzishni hal qiladi. Bizda ham mana issiq ob-havo kelgan tufayli bizlarga ko'p sharoitlar qilamiz. Ko'rgan bo'lsang, havuzlarga suvlar to'ldirib qo'yibmiz. Kranlar qo'yibmiz. Har kuni 2 vaqt, 3 vaqtdan ishchi xodimlarimiz suv bilan ta'minlab turibdi. Oziq-ovqatga kelsak, oziq-ovqat ratsion asosida beriladigan oziq-ovqatlardan berib turamiz. Kunlik ratsion asosida ishchilar, bosh zootexnikimiz ratsion tuzib beradi, o'sha ratsion orqali oziqlantirib turadi. Bu yoqda o'zimizda Em Avstraliya tuyaqushi bor. Em Avstraliyada ham o'zimizning iqlimimizga moslashib ketgan tuyaqushlar bor. O'zimizda ko'payishga mana Afrika tuyaqushini olib kelganmiz. Hozircha uning jufti yo'q. Nasib bo'lsa kelajakda rejalashtirib jufti olishini
harakat qilyapmiz. O'zimizda o'tgan yil ham ekibojga ko'paygan. Nasib bo'lsa, bu yil mana harakatdamiz. Har kuni ularga 5 dona, 6 dona erkagiga tuxum berib turibmiz. Bular asosan dekabr oylaridan noyabr oylarida tuxumga o'tirib boshlanadi. Ular borib fevral, mart oylariga borib tuxum ochib chiqib boshlaydi. Bir so'z bilan aytganda, Termiz hayvonot bog'i inson qalbida tabiatga nisbatan mehr va g'amxo'rlik tuyg'ularini uyg'otuvchi noyob maskandir. Bu yerga tashrif buyuruvchilar yorqin taassurotlar bilan birga tabiatga nisbatan yanada chuqurroq mas'uliyat tuyg'usini yuksaltirib qaytadi.